Har bir oyog'ini ishishi bu tromboz degani emas. Bitta Doppler qilinmagani sababli hozir bu singlimizni ikkala oyoqlarida ham bir bemorimiz bizga murojaat qildilar. 99-yil homiladorlik vaqtlarida bir oyoqlari ishib ketadi va homiladorlik keskin kechgani sababli venalari tromboz bo'lib qolganda bitta venalarini bo'ylab qo'yishadi, keyin rod qabul qilishga olishadi. Singlimizni vaqtda Doppler qilib turib, keyin lecheniyaga nazarlat qilinganida bularni quyidagi asoratlari bo'lmas. Oyoqlari Dopplersiz operatsiya qilingani uchun va qon tomirlari asossiz bo'ylab qo'yilgani sababli ikkinchi qon tomirlarida haqiqiy tromboz paydo bo'lgan. Ular bizga murojaat qilishdi. Bu narsalardan keyin ikkinchi oyoqlarni ham o'sha qon tomiri tromboz уже paydo bo'lgan qon tomirlarni bo'ylab qo'yishgan. Uzoq vaqt davomida kompressioniy chulki ikkinchi yo uchinchi klass kompressiyasini kiyib yurib, faqat trombozdan saqlanadigan dorilarni ichib yurishlariga to'g'ri keladi.